Salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Mobile Legends'dagi eng mashhur marksmenlardan biri Miyaning tarixi haqida gapiramiz. Qani unda videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Miya Oy elflari qabilasining eng mohir kamonchilaridan biri edi. Qadim zamonlarda Oy elflari va Quyosh elflari birgalikda yashashgan. Ammo vaqt o'tishi bilan ular orasida kelishmovchiliklar boshlanadi va ikki xalq bir-biridan uzoqlashib ketadi. Shu davrda Yovuz ABC kuchlari elf yurtlariga hujum qila boshlaydi. Urush to'polon kuchayib, Oy elflari mag'lubiyat yoqasiga kelib qoladi. Miya o'z xalqini saqlab qolish uchun Oy ma'budasiga murojaat qiladi. Oy ma'budasi uning jasoratini, sadoqatini va xalqiga bo'lgan muhabbatini ko'rib, unga ilohiy kuch beradi. Shu kundan boshlab Miya oddiy kamonchi emas, balki Oy ma'budasining tanlangan jangchisiga aylanadi. Uning asosiy vazifasi Oy elflarini himoya qilish va OBC kuchlarga qarshi jang qilish edi. Miyaning tarixi boshqa qahramonlar bilan ham bog'liq bo'lib, masalan, Lunox dunyodagi yorug'lik va zulmat muvozanatini saqlash uchun kurashayotgan bo'lsa, Miya Oy elflarining himoyachisi sifatida OBC ga qarshi jang qiladi. Shuningdek, Estes ham Oy elflari qabilasining muhim vakillaridan biri hisoblanadi. Miya va Estes bir xalq uchun kurashayotgan ittifoqchilardir. Miya juda ham tez jang qiladi. O'yin oxirida esa eng xavfli marksmenlardan biriga aylanadi. Ultimate qobiliyati yordamida esa ko'rinmas bo'lib xavfdan qochishi mumkin. Miya tanklarga katta zarar yetkazadi. Miya bilan to'g'ri pozitsiyada tursa, butun jamoani g'alabaga olib chiqishi ham mumkin. Shuning uchun ham Miya Mobile Legends tarixida eng mashhur va eng ko'p o'ynaladigan marksmenlardan biri hisoblanadi. Sizningcha Miya eng kuchli marksmenmi? Albatta o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videoda qaysi giroy haqida bilmoqchisiz? Ushbu giroy haqida ham o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirsangiz bo'ladi. Videoga like